Assalomu alaykum. Uzumdan murabbo tayyorlashni o'rganamiz. Bizga uzum, qo'l bola yasalgan misirobga bo'lishi kerak bo'ladi. Uzumni olamiz. Misirobkaga solamiz. Misirobkani aylantirib, uzum suvini olamiz. Ya'ni so'kini. Uzumlarimizni ezib suvini oldik mana. Mana shu holatda bo'ladi. Buni sindiramiz. Sindirib, marlidan o'tkazib, qozonga solamiz. Mana uzumni suvini olib, qozonga soldik. Endi 10 soat qaynatamiz. Sindirilgan uzumni so'kini qozonga solganimizdan keyin mana shu holatda bo'ladi. Bu holatda bo'ladi. Buni 10 soat qaynatamiz. Xo'p, uzumimiz ham tayyor bo'ldi. Uzumni tabiiy suvdan tayyorlanadigan uzum murabbosi deyiladi. Ranglanmaydi. Shinnilarimiz tayyor bo'ldi. Yarim litr kelishkaliga suv oldik. 2 litr darajasi. Uzum tabiiy murabbosi shunday shakar qo'yilmaydi. Yarim litr 50 ml. Bu holatda 5 yil saqlash muddatiga ega.